qilasan. Dubayga ketdik, yashab o'sha villam bor masalan. U yo'gamiz. Ketdik. Men oilam bilan turaman-da, biz polnisi 10 kishi birga turamiz. Qayerda bu yoqda, qayerda? Buxoroda. 10 10 kishi birga turamiz. Ukamni oilasi, men, oilam, onam, otam. Menga masalan bir kishi bilan urushib qoldim, aytayaptiki, hali bir kun ko'rasan, deyapti. Menga shu narsani aytayapti. Ukang bilan urushgan vaqting, xotining bilan ukangning xotini urushgan vaqti. Men aytaman, sen tupoymisan, nima uchun? Shunaqa men ularning xayolida baribir ayollar urushadi. Men aytaymanki, ukamga mashina pодарок qilaman, ukamni polnisini, men oilamni polnisini najot qilaman. Polnisi. Men aytmayman, u pul topmayapti. Mana Xudo menga ularning rizqini beryapti. Men polnisi beraman. To'g'ri fikrlaysan. Da. Bir kun deyapti, sen ukangni unijat qilayotganda bo'lyapsan, sen da. Men aytayman, meni ukam, men kerak bo'lsa menga otasi deyman. Menda bunaqa narsa yo'q. Bizda bunaqa narsa bo'lishiga qo'ymayman ham. Chunki men qanaqadir joyda kerak bo'lsa, andisha qilib o'tirmayman. То есть kelinim nimadir menga yoqmaydigan ish qiladimi? Xuddi ukamday primat qilaman. Qilma deyman shu narsani. Tamam, всё. O'sha uchun biz вообще дружный. Men hayotimda ko'rmaganman men xotinim bilan kelinim urushganini, onam bilan kelinim urushganini. То есть men bizga bu dika. Bizda hammasi normal. Men Dubayda yashayapman, bir hafta zerikib ketaman deb o'ylamsiz. Men kelib otam bilan kayf qilib chaqchaq qilishni xohlayman. Dada, pulingiz qolmadimi? Har zaman shu savolim. Pulingiz qolmadimi, dada? Pulingiz kayf qilaman shu narsadan. Pul beraydi-ku, dadam, kayf qilaman-da, что minnat qilish emas, u kishi ham shunaqa. Ana men nok olib keldim bugun, boshqa завтракка полностью bir yurib keladi-yu, bozorlik qilib keladi. Shu narsa slishkim kayf beradi, million dollar menga. O'sha uchun shu environmentni, o'sha muhitni yo'qotmaslikka harakat qilaman. То есть oilam bilan pasdan men masalan ukamning o'g'li yoki qizi menga xuddi otasi gapirsa qilsin. Dada desin, menga Toshkentga bormoqchiman, uy kerak menga desin. Men masalan realni aytaman. Mana shuni ko'radilar masalan, amaki men borib so'rab bilmayman bu narsani. Chunki baribir Rossiyani bor, u boshqa joyda yashaydilar, ular men boshqa joyda yashayman, уже masofa o'zgartirganda, azashinglarni все равно baribir otayimday обращаться qilib bilmayman-ku. Lekin men istayman, что menga realniy семьям xuddi ukamni bolalarini ham o'zimni bolamday ko'raman. Masalan menga yozaman biron joyda, masalan oilaliman deb yozaman, masalan 2 ta farzandim bor, lekin 3 ta yozaman, постоянно. Chunki men o'zim uchun ham o'sha ukamni qizini, ukamni qizlarini, o'g'illarini o'zimni bolamday ko'raman. O'sha 3 ta o'g'limdi, 3 ta bolam bor deb yozaman, полностью. Shu narsani men aytib qolamanki, inson faqat o'zi uchun yashamasligi kerak-da, hozir. Egoist bo'lib yashamasligi kerak. Shu o'ylam deyish kerak. O'shanaqa panatkadagi odamlarga aytaman. Urushadi deb xavf qilib yursang, o'shanga yetasan, nabarot. Urushmay deb o'qilish kerak. Bular urushmaydi. Bu narsani o'ylamadi aslida. Da, o'ylamaslik kerak. U xotini urushadi, bir kun bunday bo'ladi. Men urushmay deb o'ylayman. Men bilaman, что kontrol erkak kishida bo'lsa uyda, полностью, hech narsa bo'lmaydi. Agar to'g'ri boshqarilsa. Hech narsa bo'lmaydi. Men qo'yib bilganman joyimni, men aytaman, men glavniy. Men nima desam shu bo'ladi. Bu narsaga ko'nikasizlar. Qani, bu narsa degani emas, что hamma menga quloq solib o'zini istagani yo'qotish kerak. Masalan, hozir odamlar tushunadi-ku, что erkinlik yo'q, kibr, erkinlik yo'q. Yo'q. Glavnis bo'lish kerak uyda. Bu chunki masalan men xotinim normalniy primat qiladi. Kelinim ham normalniy primat qiladi. Bizda masalan Buxoroda uydan chiqmaslik degani bu tamom qullik emas. Normalniy bu narsa. Uyda o'tiradi, nima istasa bor. Qayerga bormoqchi bo'lsa men bilan boradi. Masalan, любой dunyoning любой chetiga men bilan boraveradi. Pul problema emas bizda. Biz pul haqida o'ylamaymiz umuman. Lekin yakshanba otasining uyiga boradi, onasining uyiga boradi, полностью aylanadi. Ular qanday qilib qabul qilishiga, hozir qizlar qabul qilib bilmaydi bu narsani. Lekin meni xotinim baxtlimisan desa, eng baxtliman deydi dunyoga. Chunki faqat ular uni ko'rmaydi-da, uyda o'tirish bu qanaqadir zug'um deb bilmaydi ular. Qamoqxona emas. Da, ular mehrni ko'radi. Qanaqa qilib men uni himoya qilayotganini ko'radi. Biron marta apteka bormaganman xotinim. Biron marta qo'ymaganman. Nima uchun? Chunki unga borib o'tirish kerak emas. Odamlar borib kelib beradi полностью. O'ylam o'sha uchun, masalan, ukam o'sha uchun qaraydi, oilani snapchat qilish uchun qaraydi. Nimadirdan kamchilik bo'lmagan. Xudoga shukr. Chunki men просто bu qamash emas, bu himoya qilish. Men istamayman, что meni oilam mensiz masalan biron joyda yurib, qanaqadir holatlarga tushishini. Men Xudo menga berdi o'shalarni asrash uchun men o'sha полностью asrayman. Xudo menga o'shalarni rizqlarni beryapti, полностью berib o'tiraman. Mana shu yerdan kelib chiqyapti savol. Mana shu yerdan kelib chiqyapti savol.
katta summalar topish boshladingiz-ku, mana deylik, qayerdir payt katta summalar. Hech ham o'zgartirmadi sizni. Insoniy tarafdan. Qarang. Qadam kimdirlarga noto'g'ri tushunishi mumkin. Mani o'rtog'im $500 million puli bor. Ana u hafta shu yerda edi. Yana bitta o'rtog'im вообще milliarder. Чересчур milliarder. Oilasi milliarder. Biza tushunmayman odamlarga pul o'zgartiradi deydi-ku. Men masalan Primok borib odamlar bilan o'tiraman o'sha joy kelsada, o'sha Buxoroda odamlar bilan o'tiraman. Hech qanaqa o'zimni masalan qanaqadir pullikda tutmayman, lekin pulni qaq resurs ishlataman men. Menga nimadir kerakmi? Primoy borib sotib oladigan narsa. Endi mana bunaqa kibrga ketmaslik. Tushuncha bo'lishi mumkin-da, mana qarang, siz pul topasiz-ku, katta summa topasiz-da, siz o'ylashingiz mumkin-da, men shu yoshimda shunaqa qila oldim, masalan, mendan kattalar bunaqa qila olmagan deb kibrli berishingiz mumkin. Tushunasizmi? O'shanda balkim qanaqadir pulga muhtoj odam bilan pulli ko'p odam insonni farqi nima? Siz qadamingiz shunaqa uverенно bo'lsangiz, erkin bo'lsangiz-ku, mana shu har bitta uverенностьdachi shunaqa kibr bo'ladi, sal oyog'ingiz yerdan uzilishi boshlaydi. Da, qarang, bu narsani uzilmasligi uchun bitta narsada men o'zimda sinab ko'rganman bu narsani. Bitta narsa mishleniyda hamma narsa. Fikrlashda, odamlarning fikrlashida. To есть hozir pul yo'q deydigan odamlarga men kecha o'zi bu narsa bilyapti, aytayapman. Bu narsa yo'q, pul yo'q degan narsa yo'q. Pul hamma yerda bor. Opportunity masalan O'zbekistonda, Buxoroda bo'ladi, imkoniyatlar. Buxorodan olamiz. Imkoniyat kam, konkurensiya ham kam. Los Angeles imkoniyat ko'p, konkurensiya ham ko'p. U yerda masalan men Los Angelesdagi yurgan odamlardan pul ko'p topayapman masalan. Buxoroda o'tirib. U gap insonni o'zida deyman-da men ko'pincha. Insonni o'zida. Inson qilib bilishi kerak, qiladi, bo'ladi. Lekin bitta narsa Xudo beradi-da u narsani. Men bitta narsa deb bilaman, o'zimga pul kelganini 4 ta narsaga qo'yganman. To есть stulchik 4 ta oyoqda o'tiradi-ku. O'sha narsani 4 ta oyoqdan bittasini olsangiz, yiqilib tushadi. Men ota-onam duosi. Shunday deb o'ylayman menga. Men bironta narsani boshida aytdim-ku, bironta narsani o'zim qilyapman deb o'ylamayman. Sabab ota-onamning duosi, Xudo beryapti. Ammam bor bo'lganlar meni, onamday men qaraganman u kishiga. Faqat duo qilardilar meni. 101 ga kiraman bo'lam, san meni nogiron edilar. Полностью o'ylardan turib bilmasdilar. Birga o'sha angliskiy o'rganishimni ham boshqasini ham ammam полностью finansiya qilgan, pensiyalaridan. O'sha kishi bilan yashab turganman. Ko'tarib kechqurun yotqizib, ertalab turg'izib, ovqatlarini berib, joyda o'tirgan odam bo'lganlar-da u kishi, Xudo rahmati bo'lganlar. O'sha kishiga 4 ta narsada men o'zimni bilaman, что Xudo beryapti, ota-onam duosi bor, sinov, to есть sabab, tamom. 4 ta narsa. Men bu narsani o'zim qildim degan narsani biron kishiga aytmaganman shu paytgacha. Men ana DeFi'ni yaxshi bilaman, men tradingni yaxshi bilaman, shu uchun men pullik bo'lgan deb. Mendan ham yaxshilar bor. Mendan akam masalan mendan umnidir. Lekin men ko'p pul topayotganim bu Xudo berayotgan deb bilaman o'zimga. To есть o'sha narsa qo'ymaydi meni. To есть bitta xavf turadi-da, vudruk shuncha pul keldimi? Shunchaki pul keldi, vudruk ketishi ham mumkin. Ikki ketishi mumkin. Moment ketishi mumkin. Mabodo rak bo'lib qolsam. Mabodo ota-onamga Xudo qilmasdan kasal bo'lib qolsam. Hammasi ketib qolishi mumkin. Chunki o'sha payt men bilaman o'zimning emotsiyamdan, $1 milliard so'rasam, $100 million so'rasam, men любой narsa qilib o'sha narsani to'plashga harakat qilaman. Hamma pulimni berib yuboradigan joyim bo'ladi. O'sha uchun Xudo asramasa, Xudo bermasa, hech qanaqa pulni olib ham bilmaysiz, ushlab ham bilmaysiz. To есть siz qanaqadir moment sizni qo'lingizda turishi mumkin bu pul sinov, lekin o'sha olma siznikidek bo'lib turishi mumkin qo'lingizda, lekin tishlab bilmaysiz. Tishlasangiz ham yutib bilmaysiz. O'zbekistonlik pulliklar bor-ku, ko'ryapman, o'g'limni adelni qilaman sirazi, saqchi пространство. Uyni katta qil. 1 gektar qur uyni. Jit qil normal. Endi aytadi, o'sha yana boshladi. Yer yetishmaydi-ku, keyin bu qimmat bo'ladi-ku, nalog. Doesn't matter, pulni topish kerak. O'ylanib chotga ushlasa bo'ladi. Любой момент. Ayollarning joyi bor, erkaklarning joyi bor. Meni ko'p kishi Instagramga yozadi, что ayollarni yomon ko'radi deb. Ayollarni yomon ko'rmayman. Неправильно ayollarni yomon ko'raman. Ayol kishi men uchun faqat qarayman, xotin bo'la oladimi degan maqsadda. Oilani qanaqa qilib yuritadigan odamlar qarayman-da men. Menga tunni qanaqa o'tkazadigan deb qaramayman ayol kishiga. Tunni ikki xil qarash bor-da. Masalan, shu odam, shu ayol kishi oilani qanaqa qilib eplaydi yoki shu ayol kishi kechqurun bir kechani qanaqa qilib eplaydi. Raznica shunda qarashda. Men o'sha uchun bunaqa qaraganim uchun, bunaqalar ko'p bo'lgani uchun ular men bilan qarama qarshi bo'ladi. Dunyo qarshilik bir paytda to'qnashadi. Da.
da shu uchun aytaman что полностью odamni o'zini shaxsiy dunyoqarashini bilmasdan turib uni baholash noto'g'ri-da. То есть hech qachon oqqa qora yoqmagan, qoraga ham oq yoqmaydi. Lekin asl haqiqatan bor, qora tamom. Ular qabul qilmaydi bu narsani qoraligini, lekin qora tamom. U narsani qabul qilmasa ham, qilsa ham shu bor narsa shu. Lekin ular o'zini oq qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ichim oq, kristalliman, boshqaman. Oxirida keladi, o'zi hamma narsa ochilganda tamom, keyin o'tiradilar. O'zi aslida oq edim, menga qorasi sepishdi. Boy anaqa aytdingiz-ku, katta summa topaman, anaqa ko'p pul haqida bo'ldi-ku gap. Keyin men o'yladim, kurs tegmaymikan deb o'yladim-da, keyin aytdingiz-ku, stul 4 ta oyoqda turadi dedingiz-ku, keyin aytdim, bunaqa ota-ona duosidan keyin kurs tegish ham qiyin bo'ladi menimcha. Da men slishkim kayf qiladi ekan narsam. Nanam, dadam, otam-onam yonimda. Slishkim kayf qilaman. Har kun aytaman, dada, Turkiya boring, dada, u yoq boring. Samolyot yoqmaydi deydi. U yoqmaydi, bu yoqmaydi. Shunday men kayf qilaman, umraga borib keldilar, men o'zim ham borib keldim. То есть Xudoga shukr, finans tomondan, resurs tomondan men o'zimni ограничение deb bilmayman. U narsa menga kimdirni past nazarda qarashga ham qo'ymaydi. Просто men resurs tomondan hech narsaga muhtoj emasman deb qarayman. Любой момент. И ota-onamga shu narsani yoshda ular hali. Men uchun yosh, o'zlari ham yosh, maza qilishlarini xohlayman. Men dadam hayotda menga zo'rsan, молодец demagan. Meni otam quchoqlamagan. Meni otam o'pmagan biror marta. Bizga shunaqa musko tarbiya berilgan. Meni otam faqat men Aziyaning chempion bo'lib kelgan vaqtim kelyapman gordi. Hamma narsa chotki. Dadam aytayaptiki, chumo deyapti, burning sinibdi deyapti. Stoykang yaxshi emas. Meni dadam quchoqlamagan. U qo'rqish kerak, hurmat qilish kerak. Men dadamni slishkim katta. Men dadam aylana chiqsan, shundan chiqma desa chiqmayman men. Lekin hayotiy qarashlarim hamma vaqt shunday bo'lgan. Dadamga aytganman, Abdurahmon. Siz Abdurahim. Meni o'zimning hayotim bor, qarashlarim bor dada. Agar qarashlarim fail bo'lsa, menga maslahatingiz kerak. Lekin men qilib ko'rishim kerak o'sha narsani. Hozir qarab o'tiraman, uyimni, avval yashagan uyimni ko'rsangiz, masalan, men bitta qizga sovchilikka borganman, 5 yil gaplashib, otasi menga nima degan, otasi milliarder bo'lgan. O'z so'm bilan. To'y zavodi bo'lgan, boshqasi bo'lgan. 1,5 sotix uyda yashab bo'ladimi degan menga. Endi представить qiling, o'sha vaqt 107 kiloman. Soch полностью olingan, kal. Ana shu o'tiribman. Qizcha meni yaxshi ko'radi 5 yildan beri. 1,5 sotixlik uyda deyapti, yashab bo'ladimi deyapti. O'zi men qizishyapman. Men aytdim, qana yashab bo'lmaydi. Xudo majbur qilsa deyapman. Bir xonalik 10 kvadratlik joyga yashashni istayoman. Yo'q deyapti, qizishmang deyapti, короче. Qizimni beraman, yo'q, ketyapti, короче. U qizni olmaganman. То есть meni keyin o'zimni sharoitimni qaraganman, realni вроде dadam panika qilmaydi, ammo pulimiz bor deydi dadam, lekin pulimiz yo'q. Lekin panika yo'q bizda. Meni real aytaman, bitta uyda yashaganmiz. Onam, otam, men, ukam bitta uyda katta maktab bo'lgancha yashaganmiz. Uyalmayman, rostini aytaman, shunaqa bo'lgan. Sharoit bo'lganda. Lekin masalan ko'chani suv bosaydi-ku, yomg'ir bo'lsa, bizning uyning oldigacha polностью kelaydi-da. Masalan, g'isht tashab keyin chiqardim men. Qanaqadir panika, otam panika qilmagan. Puli bo'lmasa ham shunday kravatda dadam mazza qilib yotadi, xuddi podshoday. Dada, короче, maktabing boryapsan, puli yo'qmi? Dadam nima deydi? Go'shtdan qolasanmi? Davbachim, gazashdan. Gazini ber degan dadam. Men borganman, tamam. Menga pul yo'qda emas. Men shunday boraman maktab, pul dorman deyman, tamam. Qismga 10 ming so'm sepganman bolalar ustidan. O'zi meni sinfdoshlarim yaxshi biladi. Shunday sepganman, tamam. O'zi последний 10 ming so'm, otamni последний 10 ming so'm dedi. Sepganman. То есть hech qachon hech kimga muammoni aytmaganman. Muammom bunaqa, o'zimni rahim keltirishni xohlamaganman. То есть rahim keltirish eng yomon narsa. То есть bir kishi rahim keltiryaptimi, unga ishonish kerak emas. U jertvani yo'q. Da, jertvani yo'q. Erkak kishi qanaqa qilib rahimli yo'q bo'lishi mumkin? Erkak kishi san vыбор qilyapsanmi? Shu slabый tomonni, значит bu выборing. Qanaqa qilib ringga chiqyapsiz, qo'lim singan jo'rajon, qo'lim singan deb yursangiz, u uraveradi shu qo'lingizdan.
ko'rsatmaslik kerakda maksimum o'sha narsani. Vыбор bo'lgan. O'sha dadam menga o'sha vyborni bermagan. Hamma vaqt biz normalniy deb turgan dadam. Biz normalniy. Men ishonasizmi, uyimiz yiqilib ketyapti, men nima deb o'ylaganman постоянно. O'zi otam istasa birta telefon qilsa mers olib keladi deb ishonganman. Realniy shunaqa ashuni bergan. Uvernis bergan dadam. И menga 2016 zavodini bergan dadam. 2015-yil $100,000 shunday kredit olgan ekan. Bergan shunday dadam. Nima qilsang qilib bacham. Duh bergan menga. Mashinani 7-klassdan haydashni boshlaganman. Dadam yotgan, men borib sut terib kelganman. Qishloqlardan 7-klass bo'laman. O'sha uchun dadamning roli silishkim katta bu narsada. Davay degan. $100,000 pul bergan, o'shandan оборот qilib uyimni qilganman, boshqasida qilganman, kriptovalyutaga kirib kelganman. Полностью shu narsalarni boshlagan. Otaning roli главный faktor dadamniki bo'lgan. O'sha uchun oilada otaning roli katta. O'zi masalan, ibi bolam yiqilib qoladi, ibi buna bo'ladi. Masalan, men любой o'sha sport sentrlarni o'sha otamga ham abonementini olib berganman, boshqa qilganman. Lekin dadam nima qiladi bilasizmi? Borib ariqqa cho'miltiradi o'g'lim. Sharoitni ko'rsin deydi. Bo'ldi. Pishadi. Da. Men o'sha uchun agree qilavering deyman, nima istasangiz. Yo'q, men bitta narsa qo'shib olayman. Bu ko'pchilikga menimcha baxt, erisha olmaydigan baxt. Bilasizmi? Kimdirlarda nima deyiladi? Armon bo'lib kelgan baxt. O'shaning uchun ham qadrlash kerak. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Masalan, men eshitaman, men o'zim ham xursand bo'lib ketaman, quvonch turib ketaman. Chunki Abdurahmon aka bunaqa ko'pchilik bunaqa o'ylamaydi. Ko'pchilik fikrlashi bunaqa emas. Ko'pchilik fikrlashi qanaqadir egoistroq. Ota-onam o'z davrida yashadi, endi men o'zim davrimda o'zim yashayman. Mana shunaqaroq fikrlash ko'proq rivojlanyapti menimcha yoshlar o'rtasida. Men maza qilaman, otamga aytaman, men полностью семьям uchun yashayman. Bu narsa o'zimni kayfimdan deymiz, endi mazaroq beradi menga, maza qilaman. Ularga maza bo'lsa, men ukam masalan mashina olsa bo'lku, o'zim mashina olganimdan xursand bo'laman. Ukam bir narsa qilib bersam, ukam qilgani uchun men ko'proq o'sha narsadan maza olaman-da. Otam silishkim, onam silishkim. Shunaqada o'zi. То есть bu narsani boroться qilib bilish kerak. Tushunish kerak, полностью harakat qilish kerak. Shuni yashash kerak deb bilaman. То есть boshqa hozir silishkim yomon bo'lib ketyapti-ku, bolasini o'ldiryapti, boshqa qilyapti. O'sha narsani odamlar qanday qiladi deb o'ylaydi-ku. O'ylamaslik kerak, tamom. U narsa men uchun begona, u narsani o'ylashni ham xohlamayman. Hayotga kiritmang bu narsani. Da, u narsani o'ylayverasiz-ku. Bu narsaga fikr qilasiz, bu narsa sizga ko'nikish hissini beradi. То есть otamlar o'rganib qoladi keyin. Masalan, hozir chiqyapti-ku, blogerchalar, masalan, vaynerlar. Bespantov, bestalkov narsada. Вообще men bolalarimni qo'ldan olaman, то есть shu men bilan ishlaydiganlarni qo'ldan olaman. Shundan interessnisiga kiraman Instagramini. Faqat qizlar, vaynerchalar behuda. То есть sanga berilgan vaqt, ikkita qo'ling, ikkita oyog'ing, hayoting, hammasi bor. Ota-onang bor, vaqt bor, самое главное. O'shani normal o'zingni o'sishing uchun ishlatayotgan vaqt, bular kim qaysi vayner blogerchalarni ko'radi? O'shanga men ularni ko'raman, men ochiq aytaman, silishkim protivman shularga. Masalan, o'zim deydi, meni qiz bolaga o'xshatyapsizlar deydi, masalan, o'sha bloger bor, o'sha nima edi ismi? Ko'rasiz, meni qiz bolaga o'xshatyapsizlar, Lil Xuram. Men qiz bola emasman, u yo'q bu yo'q, agressiya, yig'i, xuddi xotinim uncha yig'lamaydi meni, realniy. Yig'lab kontent uchun rasm qo'yapti, ro'molni bog'lab olgan.